Do'st, endi Y harfi bilan yuz ko'rishsiz. Tayyorligingiz bitdimi? Baş Y. O'tira Y. Oğlanma Y. Yalğız Y. Yılan yaladı balısını, bala çişlivaldı anısını. Doda, bana kompüter ip versen-chu. Aldı bilen elip beni tiz tügetsen-chu. Haqiqa azmatgan sen. Dinozavurni o'ldiralding. Sendeki zodi qandoq seyir kuchli u? Qo'y baqidi Ahadboy, uy solidi Samatboy, och yalang'och qoldi-u hech chiqmay Mamatboy. A Y Ay B A Ba Y Bay Y A Ya Şi Yaş Yağa Sa'nı qo'shsa yasa bo'ladi. Y A Ya Se A Sa yasa Yağa zayni qo'shsa yazay bo'ladi. Y A Ya Z A za Y zay yazay Y Ü Yü Se Ü Sü Pe Süp Yusuf A Te Ata Ata Ö Y Öy Öy Y A Ya Se A Sa Yasa Yusuf Ata Öy Yasa Sırlık orman. Burunning burunlisida bir qo'rqinchli o'rmon bo'lgan ekan. Bu o'rmonlikda sher, yo'lbars, yılan, chayonlardan tortib, bo'g'umaral, qo'y kallog'icha birga yashaydi ekan. Bu yerda bir oila kishilar bo'lib, ular ovchilik, dehqonchilik bilan jon boqadi. Bir kuni ular yılan, chayonlarning ko'pligidan o'z hayotidan ansirab, o'yinni cho'ri deb tamsanmoqchi bo'ldi. O'g'il lozimatli narsalarni akilishga shaharga ketdi. O'g'limiz ajab kelmaydi-ku, bir ish bo'lmagandi ha. Xotirjam bo'l, uningda qoral bor. Bu qishlar yetmaydigandek qiladi. Avval bu qishlarni ishlatib turaylik. Yetmay qolsa, o'g'limiz kelganda birga. O'lgur, nadin keldi bu ablah? Yulduzxon, ko'zingizni iching. Birni bo'lmag'asiz, Yulduzxon. Doda, opamga nima bo'ldi? Opangni yilon chaqib olib tas qoldi o'g'lim. Opa, ko'zingni och, men qaytib keldim. Keldingmi o'g'lim? Yovvoyi hayvonlar to'plashgan bu jangalda sana bir ish bo'lib qolarmikin deb bak ansirdim. Har nima bo'lsa tez aman qaytib kelsan. Demisimi yovvoyi hayvonlar bak vahshiy ekan. Tig'i boyli bir yo'lbosning bo'g'i yeyotganligini ko'rdim. Lekin menda qoral bo'lgandan ansirmasangmi bo'ladi? O'pdanroq aramag'in appa, va qo'qib ketibsan. Men sana choy damlab beray, ya? Ular oxiri tamni bitiribdi. Shuningdan keyin o'yliga ziyonxo'r hayvonlar kirmaydigan bo'ldi. Ularmi xotirjam holda o'z tirikchiligini